Sergelining eng qimmat massivi qayerda ekanligini bilasizmi? Bilmasangiz, aynan shunaqasi bilan sizni tanishtirib o'taman. Bu massiv nima uchun qimmat deb so'rasangiz, birinchidan aynan shu lokatsiyadan shaharga chiqib ketish juda qulay hisoblanadi. Ikkinchidan, shundogina mashina bozori orqasida joylashgan. Uchinchidan, dehqon bozori ham shundoq do'mni tagida joylashgan. To'rtinchidan, metrodan shundoq bir ostanovka narida. Beshinchidan esa 5 bahoga qurilgan do'mni proyekti hisoblanadi. 90 kvadrat metrdan iborat 3 xonali xonadonimizni savdoga chiqqan eng qimmat rayondan eng arzon kvartiralardan birini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Og'alar, naq 90 kvadrat metrdan iborat 3 xonali uyimizni tayyor kirib yashashga tayyor holatdagisi savdoga chiqqan. Qo'shimchasiga ayrim narsalari ham xonadonimizda qoladigan. Aynan shu proyektda ajralib turadigan tarafi bu uning liftovoy перегородкасы. Liftovoy перегородка oshxonaga o'tkazilgan hisobiga yanada uy kengayib 4 xonaga o'zgartirilgan. 9 qavatli domning 6-qavatida joylashgan, ipotekaga ham to'g'ri keladigan 3 xonali xonadonimizning narxi keladigan bo'lsa $76,000. Shoshib qoling.